Assalomu alaykum. Navoiy viloyati o'simlik karantini va himoyasi boshqarmasi hududiy inspektorlar tomonidan birinchi o'rak davomida hududlarda 5023 marotaba 43129 gektar qishloq xo'jaligi ekin maydonlari, mevali bog', tokzor va issiqxonalarda kasallik va zararkunandalarga qarshi fitosanitar dala nazorati o'tkazildi. Viloyatda 2 marotaba dolzarb 30 kunlik tadbirlari e'lon qilinib, 11.000 gektardan ortiq qishloq xo'jaligi ekin maydonlari, mevali bog', tokzor hamda issiqxonalar fitosanitar dala nazorati o'tkazildi. Ushbu dolzarb 30 kunliklar davomida fitosanitar holat buzilishlarini oldini olish, zararkunanda kasallik tarqalishini hamda ularga qarshi kurash olib borish to'g'risida bugungi kunda 800 dan ortiq agroklaster, fermer va dehqon xo'jaliklari hamda issiqxona egalariga ogohlantirish xatlari tarqatilib, soha bo'yicha tavsiya va maslahatlar berilib kelinmoqda. Viloyatimizda mavjud 8560 gektar bog' maydonlarining 8260 gektar hamda 7421 gektar tokzorlarning 6283 gektar maydonlarga kasallik hamda zararkunandalarga qarshi ISO, bordo suyuqligi, mis ko'porosi va tegishli fungitsidlar bilan profilaktik tadbirlar olib borildi. Hududiy inspektorlar tomonidan doimiy nazorat ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi 465-sonli qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatda 2025-yil bahor oylarida fermer va qishloq xo'jaliklari dala chetlari jami 255 gektar maydonlarga qaror bo'yicha olcha, bodom, olxo'ri, behi, chilonjiyda hamda tut ko'chatlarini ekish belgilab olingan. Shundan bugungi kunga qadar viloyatimizda amalda 244 gektar maydonlarga ko'chatlar ekilgan bo'lib, shundan 144 gektari olcha, 20 gektari olxo'ri, 603 gektar uzum hamda 0,5 gektar chilonjiyda ko'chatlari va 73,9 gektar maydonlarga tut ko'chatlari ekilgan. Kollektor va drenaj atrofi amalda jami 149 gektar maydonga ko'chatlar ekilishi rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi paytda 93,8 gektar maydonga olcha ko'chatlari, 5,76 gektar maydonga olxo'ri ko'chatlari, 2,79 gektar maydonga uzum hamda 0,16 gektar maydonga chilonjiyda ko'chatlari va 0,2 gektar maydonga behi ko'chatlari va 31,27 gektar maydonga tut ko'chatlari ekilib, jami 133,9 gektar maydonlarga ko'chatlar ekilishi tashkil etilmoqda va reja ko'rsatkichlarini bajarilishi yuzasidan amaliy ishlar davom ettirilmoqda. Qarorda belgilangan mas'ullar bilan birgalikda hududlarda 20 dan ortiq ko'rgazmali dala seminarlari o'tkazilib, o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan ishlab chiqilgan 50 turdagi qisqa shakldagi 1650 dona o'simliklarni uyg'unlashgan himoya qilish flayerlari yerdan foydalanuvchilarga tarqatildi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan dala cheti, kollektor, drenaj atroflaridan samarali foydalangan fermer, dehqonlarga mazkur ishlarga faol kirishgan aholiga qulaylik yaratish maqsadida ichki fitosanitar sertifikati 1 yil davomida bepul berilishi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, agentlik tomonidan agroko'makchi mobil ilovasida dala cheti bo'limi ham ishga tushirilib, bunda ko'chat, urug' yetkazib beruvchilar hamda foydali maslahatlar joylashtirilib borilmoqda. Dala cheti, kollektor va drenaj atroflariga ekilgan ko'chatlarni zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish maqsadida hududiy inspektorlar tomonidan kunlik nazorat ishlari olib borilib, Yefito, ya'ni dala nazorati elektron bazasiga ma'lumotlar kiritib borilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.